Assalomu alaykum. Adil, eng avval ziyoratimizni qabul qilib, mushu qimmatlik suhbatning xalqimiz bilan yuz ko'rishiga sabab bo'lganliging uchun ekran oldida bizni ko'rayotgan barliq ko'rurmanlarimiz nomidan sana tashakkurimizni bildiramiz. Yana shundaqla mushu suhbatimiz orqali kona va yangi ko'rurmanlarimiz bilan uzun bir damdan keyin yana ko'rishishga nisib qilgan Allohga hamd aytish bilan birlikda programmamızın barliq xizmat xodimlari ve şundaqla men Abdusalam Niyaz Uyg'ur nomidan ko'rurmanlarimizga o'tliq salom. Ko'rguninglardek, bugun mening bola og'inam, mahaldishim, shundaqla vatandishim do'stim Adil bilan birlikda 2009-yili 7-oyning 5-kuni, ya'ni 5-iyul Urumchi qatliami yuz bergan vaqtda g'ayri va rasmiy axborotlarda hech tilga ilinmagan, biz anglamagan ve körelmegen taraflarını dostum Adil'ninki əslimlər arqalıq birlikdə göz aldığımızı keltirishga tirishimiz. Xo'sh, Adil, men seni obdan tanıyman. Sen mening bola og'inam, shundaqla mahaldishim. Ammo xalqimiz bilan Uyg'ur radio televiziyasi ekrani orqali tunji qatim yuz ko'rishyapsan. Mushu munosabat bilan o'zingni qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsang. Aleyküm selam dostum Absalam. Esselamu aleyküm vatandaşlarım. Aldığın özen bir kısa tanıştırış doğru geldi. Ben Adil Toprak, Şarkı Türkistan Turpan Toy Hocam'dan. Ürümçi'de okudum, Ürümçi'de toy kıldım, Ürümçi'de hizmet kıldım. Hizmet kılındım derken bir yerde ben bir qancha idoralarda xizmat qildim. Birinchisi Tangirtaq rayonluq qurol yarog' idorasi, Tangirtaq rayonluq emgakchilarning haqqini qo'g'dash idorasi, ish haqqini qo'g'dash idorasi. Undan boshqa Qarlag'ash aholi komiteti va bizning Xitoycha domenda qo'ydi, Uyg'urcha Sharq Qo'zuq aholi boshqarmasi mush idoralar ishladim. Undaqda bugungi bosh temamiz 5-iyul Urumchi qatliyami bo'lganligi uchun men savolni mushu qatliyamga munosabatli tarixni so'rayman. Bu voqea yuz bergan tarixning oldi-keyinda sen qaysi idorada ishlayotgan? Ya'ni 5-iyul Urumchi qatliyami yuz berishdan burun sen ishlayotgan idoraning kundalik xizmat tartibida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Ben 2009-yili 7-oyning 5-dan burun Ürümçi şəhərlik Tangirtaq rayonluq qurol yarog' idorasi və Ürümçi şəhərlik Tangirtaq rayonluq Sharq Qo'zuq aholi komiteti ishlaydim. Bu jarayonda meniki hozir o'ylab boqsam, shu vaqtlarda biz 2006-yili Tangirtaq rayonluq qurol yarog' idorasininki bir askar olarak bizim çiniqishilib bordi. Çünkü aynı vakitte Ürümçi'de 7 rayon bir nahiye deyimiz. Nahiye Ürümçi nahiyesi. 7 rayon Tangirtaq rayonu, Saybaq rayonu derken, Şimigor rayonu derken bu rayonlar. Bu rayonun içinde Tangirtaq rayonunki kurallı kısımda biz 50 tane asker battı. Çiniqishilib bordik. Çiniqish o'rni bo'lsa Ürümçi yaşqalarımız bildi. Ürümçi Cizi'de koyumuz, Ürümçi Sakşı Mektep veya ki Ürümçi'deki şetlik veya ki Ürümçi'deki alaydı kısımdaki Çiniqish meydanı arkada bizden Tangirtaq rayonundaki kural kısımını Çiniqish meydanı battı. Yangi şetkalıqninki aldı tarafı. Yani Sakçı Mektepninki keyin tarafı. Ağ tarafı. Doğru. Keyin tarafı doğru. Şehirlik Sakşı Mektep'in ağ tarafı da. Neymiş qıltınla bu yerda? Yerde 2006-yıldan başlap her yılı 30 günden 35 güngacha harbiy mashq deymiz biz. Harbiy mashq qildik. Bunun da 50 tane askar desek bo'ldi, xizmat xodimi desek bo'ldi, chiniqishilib bordi. Qanday chiniq qilsak shu vaqtda hozir ash vaqtdan eslasam biz 2 bölümga bo'lindik. Bir bölüm 20 ya da 25 kishi anjiq. Yana bir bölüm 25 kishilik 2 bölümga bo'lindik. Birinchi bölüm hozirqidan bilan aytib bilsak terrorchi. Ayni vaqtdagidan bilan aytib bilsak namoyish qatnashuvchilar degandan bordi. Bular endi bir büyük bir meydan. Meydanın ortasında bir boş arazi var. Aşağıda
20 ya 25 kishi qo'llariga ayni vaqtda biz nima desak bo'ldi? Vanglochani kisigi deb qo'yamiz. Ashni olibdi, qo'llariga to'qmoq olibdi, elib vaqiraytdi. Ha, u biz namoyish qilamiz deb vaqiraytdi. Qolgan 20 ya 25 kishi biz harbiy kiyim bor ustimizda, qalqon, to'qmoq elib ularni xohlagan bir shaklda namoyishchilarni deyli. Namoyishchilar xohlagan shaklda shakllantirish va yoki ichidagi xohlagan bir odam tutib chiqish mashq qildik. Onundan sırt uçaklık motobati, onundan sırt aryo arda koymuş cip maşinesi. Maşini biz turttu yanda. Onun kadar kıldık, ot koyduk. Yani resmi ot koymaydık, ot ketti diyen şekilde koyup, onun etrafında kanda toplaşış, onu kanda ötürüş veya ki onun içindeki insanlarını kurtulduruş mu? Veya ki onun etrafındaki insanlarını takıtış mı meşgul kıldık. Bunu biz 2006'dan başlayıp her yıl meşgul kıldık. 2008 oyundan boğda koyumuz. Onun aldı kendidikice meşgul kıldık. Ta bu işler ben 2009 yılı 7. ayının 5. gündeki Ürümçi katliamda eslik aldım. Demek bizni aldın ala çiniqtirgan, meşgul kıldırgan ve 7. ayının 5. günü çıkan hazırlık qilgan. Yani sen 5. yıl Ürümçi katliamı yüz bergen vaqtda, şu vaqtda anandan keyin 3 yılның yaqı elib bargan harbiy mashqning sababini bilding desek bo'lamdi. Yani Xitoy hokimiyati 2009 yılı Ürümçi katliamıga, yani 2006 yıldan başlap tayyorlik qilayotgan. Bizning va yoki mening bildig'im 2006 yilni boshlab tayyorlik qildi deyalmayman. Ammo Xitoy hukumatining siyosiy plani qachondan boshladi, qachon qadar buni bir Alloh bilgich. Şu 5. yıl Ürümçi katliamı yüz bergen bu xabarni şu tunji anlagan vaqtindagi şu anni bir eslab o'tsan. Mening yuragimni og'ritadigan, qalbimni rahatsız qiladigan va lekin qayta so'zlashni o'z ichimdan xohlaydigan bir tema. Chunki mening maqsadim butun millat xalq bilsin. Nimani bilsin? Xitoy hukumatiniki bizning Uyg'ur bo'lganligimiz uchun bizni qirgan, o'ltagani anglasın, bilsin. Sen bilirsen ben Ürümçi'de uzun yıl hizmet kıldım. Devlet memur kadr olarak. 2012 kadar 18 yıllık hizmet tarihim var. 2009 yılı 7. ayının 5'ten burun demiliş, bizden yıllık bir demilişimiz var. 22 günlük demilişini elip, imzanı etip, 7. ayının 4. gün idare kapırıp, ve 7. ayının 5. gün ailem bilen birlikte yurtqa qaytish berib demilish to'g'risida planı qilib bo'lgan. 7. ayının 4. günü bana telefon geldi. Benim kulağımda 2 telefon var her zaman. Birisi 18-90'dan başlanılan bu alaydı numar. Bu numar her vakit 24 saat uçuk şart. Yani birisi normal telefon. 18'den başlanan 18-99 başlanan numar telefon geldi. Ama şimdi ətdə dərxal 7. 5 gün ətdiyen saat 7:20 geçe Xalq meydan kiliş şart dedi. Ben dedim ben demir şap oldum dedim. Ben pilap oldum dedim. Bucaq bana dinleyip geldi. Siyasi vazife dedi. Ben siyasi vazife diyen çağda ona gep getmeydi. Ona çok mürayet kılış gerek. 7. ayının 5. günü ətdigende 7 gece Xalq meydan ajıq oldu. Buyruq geldi. 7 gece biz Xalq meydan keldik. Kiyimlerimi almıştırdık. Harbiy forma, üstümüz qalqan şapka. Biz 7:35'te Xalq meydan aylanış başladı. Bu jarayonda mening o'z ko'zim bilan ko'rganim, biz grup halinde 6 kishi, 7 kishi aylanayotgan chog'da Xalq meydani atrofida Uyg'ur yosh bolalar 3dan 4dan yig'ilish boshlagan. 3dan 4dan grup. Çünkü ben o chog'da üstümde harbiy forma aylanayotgan qarsam Uyg'ur bolalar yig'ildi. Ben dedim bu nemişti dedim. Çünkü ben o vaqt qadar Şovgöndik bo'lgan voqea to'g'risida tam uchur olmagan edim. Xabarim yo'qdi. Shuning uchun bu nima bo'lgandi deb o'zaro paranglashdik oramizdagi. Bu chog'da voy aka siz uqmamsiz.
Uyg'ur kelgan balaya afetni degan gapni bizni aşı xalq maydoniga yig'ilgan Uyg'ur yoshlarimizni anladım. Yürügüm sızıldı aldı bilen. Bu neymiş tu dedim. Ondan keyin qardım saat 9-10'a kadar bizi kelgan buyruk fakat aylanish. Ben hayran kaldım çünkü bizden Çin'i kışmasasan biz ya tutuş gerek. Kelgan her bir Uyg'urni xalq maydoniga. Veya ki olanı bir taraf kılış gerek. Onda buyruk keldi. Biz kelgan buyruk fakat çögülüş xalq maydoni atrofida. Tushdan keyin saat 4-5'ler kadar 3'ten keyin 4-5 kadar tutuş yok. Bununki qanday qildi? Saat 3'ten keyin 4'ten keyin yig'ilgan maydon atrofida yig'ilgan bolalarni bizga kelgan buyruq qanday haydash. Men hayron qoldim, bu haydash degan nima degan gap bu? Nimda haydaymiz ularni? Nimda tutmaydi? Va yoki ularni bir yer to'plab dardini anglamaydi deganga hayron qoldim. Haydash degan chaqda Ürümçide yaşayotgan nurgun qarindoshlarım bildi. Bu Ürümçinin Naman tarafdan Sayışxana deyimiz, Mazxana deyimiz, Şanxanlı deyimiz bu Uyg'urlar toplashgan rayonlar. Uyg'urlar toplash şeklinde o'ltiraq rayonlar. Bu taraf qarab aydidi. Keyin o'yladim. Demek bunun hammasi sebepli ishlar. O xalq maydoni tarafdan saat 3-4'ten başlap o tarafga aydidi. Yani Uyg'urlar toplashgan rayon qarab aydidi. Yani o saat 3-4'ten başlap xalq maydonini tozalashga başladı. Bu yerda deyli. Bu ish başladı. Tutmadı ama Uyg'urlar yaşayotgan rayon taraflarga qarab oldu. Bu ish başladı deyli. O yerda asosli qanday odamlar bordi? Yoshlarmi, oliy maktab o'quvchilarimi yoki bo'lmasa boshqa tijoratchi yoki boshqa yurtdan kelgan kishilarmi? O yerga kelgan bolalarniki yoshlarcha qarab. O'quvchi bolalar bor. Bizning har yurtdan kelgan bolalar bor. Ko'p sonliqlari yosh bolalar edi. Yoshlar asosiyati qanday shu vaqt to'lab qanday namoyish qildi? Yerda bizniki to'lgan asosiy bir shu Uyg'urum. O başka gap yok yani başka bir varan çurun veya ki o Xitayını urumuz, Xitayını öldürmez veya ki Doğu Türkistan'ı, Şarkı Türkistan'ı azat kılmaz diyen gap yok. Sadece Uyg'urum. Fakatla şu 6. ayının 26. günü yüz bergen Şovgan vakasınınki bir adillik bilen şunu bir so'rab berishini talab qilish namoyishisi. Ko'pinchisi oliy maktab o'quvchilari. Shunaqmi? Xo'sh, saat 4'ten başlap qo'yildi. Saat 3-4'ler etrafida kelgan buyruq bilan buni Uyg'urlar toplashgan rayonlar qarab to'g'ildi. Qo'g'ilgandan keyin saat 5 ve 6'lar etrafida biz xalq maydonidan o'z ko'zimizdan ko'rib turdik. Mazxonada yapımız Kapta bazı deyimiz aşağıda ot taptı, ot koydu. Otni kim qo'ydi u yerda? So'ralmış edi. Otni kim qo'ydi, nima uchun ot qo'ydi, kimlar qo'ydi? Mening bildiğim bizni otni qo'yganlar asos jihatdan qor maskali odamlar bor uning ichida. Qor maska taqib olgan og'zida Uyg'ur jigit chatpat paranglasha oladigan. Sen nimda bundaq keskin deyaleyse degan chaqda biz 2007-2008 yilları bo'libmi Ürümçi rayonluq Şorbalaqda Adliya maktabi Zambiyada savobdan Saqchi maktabi aşağıda Ürümçiniki kadrlar maktabi bor. Bu yerda maxsus ishkirdan kelgan Xitoylarni til o'rgatdi, Uyg'urcha o'rgatdi 2 yillik. Lekin 2008-yilning oxiri bir qism yosh bolalar, askarlar deyli. Aşağıda 1 yillik tez suratlik Uyg'ur tili o'rgatishni sinib ochdi. Buni qanday bilsa-da? Chunki meniki shu Ürümçiniki Şorbalaqdagi kadrlar maktabini ish qaraydigan do'stlarimiz bor. Biz ular bilan yetlarda muğuştuk, paranıştuk. Bu menga deydi adaş bu mush yaqinda bir yillik maktab quramdi. Ben shuna ishga kelgan harbiylar qarsam bularga 24 soat ish uchuq deydi. Aslida bir maktabniki sen bilsa bir maktabniki kirish soati bor, ishing taqas soati bor. Bularga 24 soat uchuq. Ishik. Bular xohlagan vaqt kirdi, xohlagan chiqdi.
Yaş balla, işkili kelgen harbiylar. Yani şu ot koyganlar şolar bolishi mumkin deb. Bu bir ihtimal. Bu bir ihtimal. Hem biz otni kim koydu degan chog'da baş videolarda aniq belgilik o. Qarmasqılık yaşlar. Millatda iniqsiz bo'lgan bir turkum. Uyg'urcha chatpat paranlasha oladigan. Hacı ballarning o't qo'yishi bilan bu ish kuchayish boshlaydi. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Soat 6:30 7 atrofida Urumchi shahrining sekretari Liji keldi. Hozir aşuchoqdagi bankini oldi keldi. Son bankını. Cho'ng bankini oldi keldi. Uning ikki sap bo'lib askar saqchi qanda nim deb askar saqchi deyalisa kesin bir narsa qildi degan chog'da chunki ularniki kiyib olgan formasi qor ko'k normal saqchi emas ular alayda keldi Qarışıq qism. alayda qism deymiz uni ular bergan buyruq lijiniki Yiju Jambi bak qarindoshlarim harbiylarniki ba'zi gaplari bor so'zlari bor bir mamlakatning ichida yuz bergan voqealarni saqchilar bartaraf qildi. Agar harbiy aralashish deganga bu ishga urush bo'ldi degan gap. Bizni ishga urush, bizni Uyg'ur emas dushman qatori qo'ygan. Birindarlik Yiju Jambi degan birindarlik. Shu harbiylar shaharga kirib, shaharni ishg'ol qilgan vaqtda Uyg'urlarning qo'lida bir narsa bormi? Ya'ni to'plan ko'tarayotgan, ochiq oshkora shaharni qalayimqon qilayotgan bir ko'rinishlar bormi shu chog'da shahar ichida? Shu vaqtida soat 4dan keyin 5dan keyin Uyg'urlar kirdi dedim ya, Uyg'urlarning rayoniga. Ularning qo'lida, o o'quvchi bolalarning qo'lida yengnining sunug'i yo'qdi. Yengnining sunug'i yo'qdi. Ular faqat voqeani Uyg'urim. Boshqa gap yo'q. Chaqayli, urayli degan narsa yo'q. Hammasi oddiy kiyim kiygan o'quvchi bolalar va yoki bizning har qaysi yerdan kelgan yosh bolalar. Ularning hech qachon u urush chiqish ehtimollik yo'q. Shu holat turibmi? Ya'ni Urumchi butunlay urush holatiga o'tdi. Ya'ni Xitoy shahar boshlig'ining buyrug'i bilan birinchi darajalik urush holati e'lon qilindi. Ha, to'g'ri. Nim degan gap bu Yiju Jambi degan gap? Do'stim, bir davlatning ichida urush jidal qalayimqonchilik qilsa, kim bularni bartaraf qildi? Saqchi. Agar harbiy aralashdi degan gap bu ishga urush bo'ldi degan gap. Bizni Xitoy hukumati dushman qatori qo'ygan. O'zining xalqi değil, o'zining millati emas, dushman qatori qo'ygan. Necha bu buyruqni berdi? Soat abim degandek 6 dan 7 arasida berdi. Bergandan biz ve 3 kishi mashina o'ltirib biz Shunxuananlu deymiz. Cho'gildik. Cho'gilgan vaqt soat 8:10 vaqt, 8:20, 8 o'qanliqda. Akşam saat 8:20 vaqt o'qdi biz cho'gildik. Ve yo'qon Toshqaylam yo'li bilsa, mana endi bizdan bir Uyg'ur tijoratchining sog'in bir binosi bor. Mana binoning ostida Toshqaylam yo'lining ko'rikning ostida ikki avtobusni 101 avtobus deymiz biz buni. Xabarlarga chiqdi. İki avtobusni yan-yana qo'yibdi. Biz buni hayron qoldik. U ikki avtobusning oralig'ida 5 santim ya bor ya yo'q. Shunday shaklda. Biz hemen paranglashdik bilimdikilar. U dedi bu namoyishlar qildi. Mumkin emas. Ikki avtobusni yan-yana qo'yishchi uningga mahorat har qancha mahorat bo'lsa mumkin emas chunki oraliq tor. Uni faqat nurg'un adam yoki mashina shaklda uni bir yerga eklaysa, u haydab uni eklish mumkin emas. Demak bu nima? Yani bu sunniy naq maydonni asl qildi. Planliq qilgan. Taqilgan yani. Yo'lni taqilgan 8dan keyin. Yerdan ma'ndoq aylandiq 3 tash taraflar ma'ndoq bu tarafni taqaq. Demak taqaldi 8dan keyin taqaldi. Qaytib keldik. Bu jarayonda men yo'lda Xitoyning o'lgini va qon bilib yotganini ko'rmadim.
8-9'gacha. Kögünüm neçe Xitay yügegini mayaqqa. Uyg'urlar yugurayotgan. Xitoylar emas, Uyg'urlar yugurayotgan. O'lgan, men ko'midim o'z ko'zimga. Yerdan qaytib keldik. Soat 8-9 bo'ldi. Tangirtaq rayonluq hukumatning oldida bizga aram ilishni berdi. Soat 1 bo'lgan chog'da takror bir qism 5 kishilik bir guruhni bir ketib orlab kelinglar dedi. Navbat menga kelgan soat 1lar bo'lgan vaqtda herhalde. 12:21. Men mangdim mashina chiqqan chog'da Veyxon Dabazar deb cho'ng bozor. Aşağı borgan chog'da Veyxon usti qarsam Tangirtaq rayonidagi Chinyuydi deb qo'yamiz. Chinyuydi degan gap tozliq. Tangirtaq rayonluq tozliq idorasining mashinalari bor. Aşı mashina ketyapti. Dabazardan elib Veyxonga chiqayotgan mashinalar u. Qanchadan boshlab o'q ovozi chiqishga boshladi? Mening chiqqan vaqtim soat 1. Ameliyatda bu buyruq qanchada boshlagan? 8:29dan boshlab bo'lgan 6:27 bergan buyruq. 9dan keyin taqalgan. Mening o'z quloqlarim bilan anglagan, ko'zlarim ko'rgan vaqt soat 1:30 vaqtlarda o'q ovozining avji chiqqan vaqtlari. Kapta bozori. Ya'ni soat 9dan boshlab buyruq tushirilgan vaqtdan boshlab, ya'ni kech soat 9dan boshlab ya kech soat sen növbetin kelgichi bo'lgan, birgichi bo'lgan oraliqdagi bu 4 soat vaqtning ichida o'q ovozi to'xtamadi, shundaymi? To'xtamagan. Ta atyan soat 3gacha. Nim deb soat atyan soat 3gacha deysa degan chog'da men qaytib ketdim. Bir joylab qaytib ketgandan keyin soat 3da bizning yana bir qism do'stlar aylanib chiqqanlar uchun yani shu Uyg'urlar o'tiraq rayoni aylangan chog'da soat 3dan keyin ularning ko'rgan nima Tangirtaq rayoniniki Tazıqaç idaresiniki suvidan yani temizde tozlaydigan mashin bor. Onundaki 119 33 idarasining mashinalari bor. Ular chiqib tozliqni boshlagan. Demak 9dan boshlab gece soat 3gacha Urumchi qatliamining boshlagan va oxirlashgan vaqti. Atdiyan soat 4gacha hech qanday ish bo'lmagandek jasadlarni opirib Urumchilikning orqaga Badavanga ta Ananchi qadar to'shagan. Sizning qanday dalil isboting bor desam, mening uyam Urumchi shaharlik Tangirtaq muhit asrash idorasini dedim ya, az önce mashinaning ashna yinida. Çünkü mening uyam bizning Urumchi hukumatdan bergan uy u. Buning uy Tangirtaqniki, Tangirtaq rayoniniki hükümet binasiniki yenida. Yani bu o'rin bilan bizning hukumat Tangirtaq rayonluq muhit tozliq idorasidan yana biz. Ash kuni 7-5 kuni. Ash mashina tashigan qarindishim bilan men ham suhbat bo'ldim. O kundan keyin o bolalar bish ko'taygini yo'q. İdaradimi uni demilishga chiqishga zo'rlabdi. İdarag'im borolmaydi. Ben nurg'un paranglashdim. Adil adash sen bilan paranglashqimni keldi dedi. Ko'zi yosh. Ba'zanlar sarang dedi uni. Kashki menim desa sarang. Naq maydonda Tangirtaq rayonidagi muhit tozalash idorasining mashinasini haydagan bizning shehidlarim to'shagan shohid adam bu. Dedim ki Dabazın oldida mashinadan tushib mangan. Ash mashinadan ichki bir mashina mush balay degan. Ne gap bo'lgan? Badavan 8-davan deymiz. Aşağı gapirib şehitlerimizni qo'liga yerga etib malni atqandek etib ustiga oppoq aqdamdi etibla ko'mgan. Tabii ondan keyin ularni yana yerni chiqib yoqdi. Bu faqat 7-5. 5-yo'l Urumchi qatliamidan keyin Xitoyning Sharq Turkiston siyosatida qanday o'zgarishlar bo'ldi? 5-yo'l Urumchi qatliyami faqatli 5-iyul kuni yuz berdimi yoki undan keyinmi qatliam qonunsiz tutqun qilish davom qildimi? 2009-7-5 Urumchi qatliyamidan keyin Xitoyning siyosatida o'zgarish cho'ng.
Yani qandaq o'zgarishlar bo'ldi? Özgürüş degan chog'da masalan 7 ayning 5 burunqi siyosatda bizga kelgan buyruqda asosiy jihatdan har mahalladagi, har rayondagi 3 xil kuch deymiz. Sangurshuli. Bularni kuzatish. İkinci o'rinda qo'yamiz Falun Gong deymiz Xitoylarniki. Ularni kuzatish. Uchinchisi harbiylikdan qaytgan, harbiylikdan xizmat o'tganlarni kuzatish. Buni biz Yiji, Arji, Senji deymiz. Birinchi daraja, ikkinchi, uchinchi darajada. Ular nima ish qilyotdi? Haftada bir doklad yozdik, oylik bir ma'lumot yo'llaydik. 7-ayning 5-dan keyin ikkisi qoldi bir yerda. Falun Gong harbiydan qaytgan. Biroqlar nima o'zgardi? Xitoycha desam, Weyven o'zgardi. Do'stlar, bu Weyven degan gap Xitoyning har bir yezig'ida cho'nqir ma'no bor. Wei degan nima Wei adash? Weizu. Seni nima deydi, biz nima deydi Xitoylar? Biz Uyg'ur deymiz. Xitoylar nima deydi? Weizu deydi. Weizu. Wei Uyg'ur. Tugdi. Wen degan nima? Adash, sen undan bilsa, bostirish, kontrol qilish, yo'qotish. Demak, Weyven o'zgardi. İkisini aptashvatdik Falun Gong bilan u harbiydan qaytganlarni kuzatishni to'xtatib, bevosita Uyg'urlarni nima qilish? Yo'qotirish, bostirish o'zgardi. Yani Weyven chet eldagi matbuotlarda Xitoyninki Weyven, yani Xitoycha atilishi Weyven bo'lgan bu kalima muqimlikni saqlash deb tarjima qilinyotidi. Xabarlarda ham shunday qilinayotidi. Ama senin hazır devatqınanda bu faqatla bir millatga qartilgan bir siyosatligini içip beriyotsan, yani bu Wei, Uyg'urdagi Wei, Wen bostirishdiki Wen, unda bo'lgan chog'da bu yerda faqatla Uyg'urni bostirish degan bir ma'no chiqadi devatsan. Bu bir yangi bir uchur bo'ldi. Chunki 5-iyul Urumchi qatliamı yuz berib, ta bugungi kungacha 13-14 yil mobaynida bu to'g'riliq bir rasmiy axborotda buni bundaq bizga ifodalab bergan bir xabarni anglab boqmadik. Ya'ni Weyven, ya'ni sening gaping bo'yicha aytgan chog'da muqimlikni saqlash emas, faqatla Uyg'urni bostirish, Uyg'urni tizginlash bir siyosati bo'ldi. Bu siyosat yo'lga qo'yilgandan keyin, ya'ni Sharq Turkistonning qonunliq zamin egasi bo'lgan Uyg'urlarga qanday ta'sir ko'rsatdi va shundaqla Sharq Turkistondagi ko'chman Xitoylarga bo'lgan ta'sir qanday bo'ldi? Bu Weyven kalimasini, bu Weyven degan gapni men birinchi qitim anglaganda mening yuragim sızlagan. Nima uchun? Bizni shaharlik Cumhuriyet Bangoshi deymiz. Universal boshqarish deb qo'ydi Uyg'urcha. Yig'in ochgan chog'da bizga genjada Weyven degan kalimani tunji anglagan chog'da men hayron qolgan. Men emas, mening yenim o'tirgan Xitoy men qargan. Bu kelime xato dedi. Nima uchun? Xitoy turuqliq bildi ana Weyvenning xatoligini. Chunki bu milliy kamsitish, milliy yo'qotish degan gap. Biz Uyg'urlarning yuragimiz og'irdi. Chunki biz Weizu, bizni Xitoylar Weizu deydi, biz Xitoylar Xanzu deymiz. Weizu, Weyven, Uyg'urni yo'qotish. Bizning Urumchida olsun, Sharq Turkistonda har bir Uyg'urning yuragini sizdidi. Bir Xitoy, bir hukumat xodimi, bir barishchining, bir rayonlik hukumatning xodimi sizni qo'g'dash, sizni xizmatini qilish yo'liga sana nima deydi? Weyven deydi. Seni men yo'qotaman deydi har kuni. Sen bu ishni qil deydi bundan keyin. Rayonlik hukumat olsun, shaharlik hukumat olsun, aholi komiteti olsun. Hamma xizmat tashlab qo'y. Nima xizmat qil? Weyvenni qil deydi. Uyg'urni yo'qot deydi. Bu gap bizning Sharq Turkiston har bir Uyg'urning yuragini yengini bilan sanchiganlik. Xitoy turuqli menga dedi bu xato bu kalima qo'yganlar dedi. Xitoy. O Xitoy turuqliq bu kelime xato buni tuzishina kerak. Biz çünkü partiya yig'inlari o'zaro fikr yuzalaymiz. Biz partiya yig'inlarida deymiz, ma kelime xato bunda qilin degan chog'da bizni markazdan kelgan buyruq bu dedi. Chunki bu Weyven ikki xato emas. Bu bizning yuragimizni qadilgan bir jingna. Yani Uyg'urlarga rasmiy Jang e'lon qilish, yo'qotish. Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri, ya'ni ro'y jihatdan ig'ir bir besim paydo qildi demaksan. 5-iyul Urumchi qatliamidan keyin qanday xizmatlarni olib bordinglar? Bizning 5-iyul Urumchi qatliamidan keyin asosiy xizmatlarimiz abam degandek Weyven bo'ldi. Weyven degan chog'da shu mahalla, rayon, aholi, atrofdagi
Uyg'urlarni tizimlash. Masalan, har bir mayli kadrni olsun, mayli saqchini olsun, bir anket oldu. Anketda qaysi oilada, qaysi mahallada qanchdan Uyg'ur bor? Bu Uyg'ur qaysi uyda? Bu Uyg'urning uyida qancha bola bor? Bolalar nerede o'qiydi? Qaysi xizmat qiladi? Uyiningki ana bir A4 qog'oz deymiz. A4 qog'oz uyiningki sizimiz biz rasmini. Mayada qo'yman, mehmonxona sizim. Her kuni ashlarni nimqatini so'raymiz. Bizning rayondan, shahardan, universitet boshqa idoralardan odamlar kelib, shu mahalla kadrlardan so'raydi. Yotlig'uzdi demoqchiman. Mahalla kadr yotlab bir shart. Agar uni yotlayolmasang, atni boshlab kiyimni sol deydi. Shuning uchun har bir mahalla kadrini qilgan birdan bir ishni shu mahallasida qanchadan Uyg'ur bor? Har bir Uyg'urning alayda ekvali nima, nerede ishlaydi, nima ish qildi, hammani yotlatqizish. Bu xizmat. Uningdagi qanday xizmat bo'ldi dedi. 7-ni 10 nechilari herhalde. 12-13'leri bizga gizit tarqatqizdi. Bu gizit nima degan joyda Urumchi kashkizdan. Urumchi kashkiz degan Xitoyning ma'muriy gizit. Gizitning asos mazmuni nima degan joyda Urumchi qatliamining 7-ayning 5-kuniki kelib chiqish sababi bo'lgan Sharq Turkiston terrorchi tashkilotining Rabiya xonim degan to'g'risida, Rabiya Qodir to'g'risida bir maqola. Ana sayfa. Asosliqi birinchi betda, bosh betda ashuni chiqargan gizitni tarqatqizdi bizni. Kim tarqatdiqini? Shu mahalladagi har bir do'konchilarga. Biz onu Navayxonni batdi. Navayxonniki ustam berdim, gizitni berdim. Hem külüme içindi. Nimde külümedi? Çünkü bizden Urumchidagi har bir odamning qalbi azobdi dedi. Çünkü 7-ayning 5'i, 7-ayning 6'sı, 7-ayning 7'si bo'lgan voqealar bizni yuragimiz izlayotgan. Biz ilk chaqsizmi? Bizni nima uchun o'ldirdi? Bizni bir qo'g'daydigan, biz oqirak bo'lgan odam yo'qmi deb yig'layotgan vaqtimizda. Gizitni ko'rdik. Biz xo'sh oldik. Nima xo'sh oldik? Bizning onamiz bor ekan. Bizning uchun jang qilayotgan, kurash qilayotgan odamimiz bor ekan deb. Shu joqda biz qalbimiz nima bo'ldi? Bir chiroq nur ko'rgandek his qildik. Shu Navoiy bola berdim, bersam men olmayman aka deb, "Ol, meni saqlab qo'y." Dedim, o'qib degan u men qaraydi va undan qarayman. Alloh taolo aql fikrini ba'zi berdi. Xitoyg'imi hozirdan vaqt bo'ldi ekan. Uzun o'tmay qanday bo'ldi dedi. Xitoy buni his qildi herhalde. Qaytadan tarqatgan gizitlarni berib qaytib ekranlardan buyruq keldi bizga. Shuni o'yimga kirib, yana Navoiyxonaga bordim men. Gizit bormi dedim, ko'zimni qisdim. U men qarab nima tushib qolmay qoldi. Yo'qmi, yo'q bo'lsa mayli deb mangdim. Yani o'zinglar tarqatgan gizitni, yani bir necha kundan keyin o'zinglar qaytib yig'ish to'g'risida. Chunki Xitoy hayron, Xitoy buni Rabiya xonimni bu voqeaning planlovchi olarak o'zini Xitoy xalqiga isbot dalil olarak ko'rsatmoqchi. Lekin biz qanday qildik? Biz uyg'unish his qildik. Demak bizning Rabiya onamiz bor ekan. Yani bir ümit paydo bo'ldi. Yani chet elda bizning xizmatimizni, bizning da'vorimizni qilgan bir onamiz bor ekan deb sizlar uni shu shaklda qabul qildinglar. Bu faqat sen emas, butun Uyg'urlarningki olgan ta'siroti. Shunday. Albatta. Uyg'urlarning o'ylarini tizimladik, bolalarni hammasini tizimladik dedim. Faqat Uyg'urlarni tizimladinglarmi, boshqa Xitoylarmi bormi shu chog'da? Faqat va faqat Uyg'urlar. Boshqa hech qanday millat yo'q. Boshqa hech qanday millat, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek yo'q. Tunganda yo'q. Faqat va faqat Uyg'urlar tizimlash. 5-iyul Urumchi qatliamı yuz berib, taki 2009-yılı yıl oxirigacha bo'lgan vaqtdagi kayni-kaynidan yuz bergan voqealarni qisqacha bir eslab o'tgan bo'lsang. 5-iyul voqeasi bizning qatliam, Uyg'ur qatlamining boshlang'ich kuni deymiz. Onundan keyin mesela 7-ayning 6'sı. Landu Junchuniga Xitoylar keldi, harbiylar. Keldi. Namoyish qildi. Nimda bunda deysa, Pokiston bormidi? Birinchisi, namoyish qilgan videoni takror izlanglar qarindoshlarim. Hammasi qisqa sochliq. Hammasi 20 yoshda 30 yosh atrofida. Seyrayotgandek, qirqayotgandek namoyish qildi. Qilgandan keyin qanday bo'ldi? Ularning bir qismini saqchi
idare organlar sakçı kılıp evetti. Doğumun PS12 bir sakçı girdi bir güne. Ben sakçı oldum dedi. Ben dedim sen kaçan nerede okudun dedim. Ben Lenco'dan erbiyettim keldim dedi. Bir kişide harbiye ikinci kişi sakçı kiyim giygizdi. Hazır yani belki hatalaşmışsam beni aşı idare şahit mümkün o. Hazır ötken kıttım bir video karsam aşı. Demek Xitay hem işini planlagan. 7. ayın 6'sı olay geldi. Namayış katnaştı. Bunu az dedi. Çünkü o namayış katnaşkan 7. ayın 6'sı yerlik Xitaylar yoktu. 7. ayın 7'si bizi kelgen buyruq kanda 7. ayın 7'si et degan saat 7:20'de bizi şoşumum. Şoşumum bilirse. Top setiş ornu var. Pifada koyumuz. İşkirinki Xitaylarның mesela bir 4-5 kat binalarda aşağıda. Yani toptan kiyim gidecek bir nesne satıldı. Aşağı kilanlar dedi bizim 7. ayın 7'si saat 7:20 yapılmalı diye. Degende. Naq meydanda biz var, bunun var, sakçı var. Üçüncüsü memuri kanun bilen başka şey ders yapmış. Şimdi önce ifade koydu. Başlar bağlı saat 7:20 bağlı 8:00 tulduk yapıyor, 8:20 tulduk yapıyor. Saat 8:20'den 9 arası da Ürümçi şehrindeki şehir başlığı, şehrin sekreteri Lici geldi. Maşının içinde mikrofon var. Söz kıldı. Dep söz kıldı. Bence bu çağda tinchlik üçün, tinchlandirish üçün xalqni manda bir gap qilish kerak. Ammo o nimdep dedi degan chog'da xalqim biz sizlarni qo'g'daymiz. Tinchda askarlarimiz bor, harbiylarimiz bor. Qo'rqmay o'zinglarning irodasi bo'yicha tinchga chiqinglar. Bizning xalqimiz bor deydi. Bu gapmi? O'zini Xitoylarni namoyishga nima qilish chaqirish. Saat 9'a bo'ldi. Birden ikkidan chiqish boshladi. Birinchidagi shu shoshma pifadagi Xitoylar. Yo'lda atdigan saat 9'dan boshlab ko'rgan uyg'urni urush. O'z ko'zim bilan ko'rganim Shinfuluda bizning Tursun Arbayev deb bir uyg'ur qarindishimiz bor. Chunki bidra. Shunday esimda men chunki uning qayna vaqtda bir Jandorjongda qo'yamiz. Bir arını söylep bir muqim bir orunda liuchi satılan bir kiniş qilib berganman uningga. Aşı bala bir bulduğunu kan yatıdı. Urvatıdı bunu. Biz bağdık 3-4 adımız harbiy formaga qarsam aşı. Gözüm yaş kelib ketdi. Gap qılamaydı. Ağzından kan puk eqib turdi. Chaqadim 112 nima 112 ciddi qutquzuş. Kamidi. Yok. Aldık maşınga. Doktorxonaga ketdi. Allah bildi onu oxiri qanday bo'ldi. Aşağıdan chiqqan Xitoylar sho'shmo'da shu to'planchilar. Ya bo'lmasa shu nima abim degandek namoyishchilar deydi, Xitoy namoyishchilar chiqdi. Ta shu Urumchi shaharlik hukumatni oldi qadar mangdi. Bu yani 7. ayın 7. ayın 7. kuni. Mangdi 20 yil kelganda bizni mo chekininglar dedi. Nima demoqchi men bu yerda bularni rahat bırak, istigininglar, xalqinglar qilinglar dedi. Urumchi shaharlik partkom oldi qadar bordi. Bir shaharning sekretari o'zini Xitoylarni namoyish qilgan Uyg'urlarni o'ldiringlar degan gap dunyoda bormi? Dunyoda yo'q. Keyin qanday bo'ldi degan. Sen şu gapini tatib oldim. Şu Xitoyninki şu gapini anglagan chog'i sen naq maydonda o'z qo'lqing bilan anglading. Qanday hissiyati bo'ldi? Yurgim sizdi men kim uchun ishlatyapman dedim. Onun oldida sen o'zingni qonunliq puxra deb bilaman. Ya dostum biz kichigimizni 56 millat bir gül deb sanaydik. Ben şu günden bir yaprağı gül bulamsam yaprak da biz kıldım özlerim. Lekin ben şu 7. ayın 5'i, 7. ayın 6'sı, 7. ayın 7'si, 9. ayın 3'leri boğa vakalarındaki ben gülemez, ben tikinime meskemedi biz kıldım. Düşman kemmedi. Direkt beni karşı ağan düşman. Biz Uygur Xitayning düşmeni. Bunu bilenler kardeşlerim. Meyli sen Şarkı Türkistan'da yaşapak mı? Fakat sen yıldızdan Şarkı Türkistan bolsalar sen Xitayning düşmeni. Yani Xitayning nazarida. Tabii ki Xitayning nazarida. O zaman biz qanday olamiz? Onun için kurash qilishimiz kerak.
Xo'sh, undan keyin nima ishlar yuz berdi? Şu 7. ayında şu 7. ayın 7'si şu Ürümciden şu Ürümcideki şu hoşuma top setiş orundaki Xitaylar ta aşağıdan çıkıp köygen Uygur'un urdu, öldürdü. Ürümçi şehirlik partikum aldı kadar kelip iyade namoyish qilib ta qaldi. Biz qanday qildik? Men keyin bularni tizimlatdim. Qanday deysa degan joyda biz 7. ayning 7. kundagi voqeani biz mahalla komitet sharqiy dongmanda qo'yamiz. Tizimlatgan joy bizdan tayyorlik boshqa Xitoy bor ekan. Uning ichida 3si yosh. İkisi bilan men ham suhbatda bo'ldim. Familiyasi Li. 26 yaş, 27 yaş etrafında. Uyga kirdim ben. Bana bir anket verdim. Üçlü boyunca sual sorar dedi. Yanımda yana bir Xitoy var. İki adam kirdik. Kirib ben sual sordum. Sen kaçan qatnaşdın? 7. ayın 7'si. Nereye bardın? Şehirlik partikum aldın. Neymiş kıldın? Bu boşluk pek az. Bana o toldurgan. Lekin çoğurak boşluk nima bor degan joyda o kaçan tug'ildi, kaçan maktab bitadi, arzu aramanlari nima deb bir boşluk bor. Buni boşluk pek cho'ng olib qo'yganligi yozilgan. Şunu bilan buni ham tizimlatdim. Mening xiyolimda herhalde bugülarga bir jazo bera. Ish bo'lmagan bir 15 kun tutib tura. Bugün degan niyat bor da mening kallamda. Ardın bir ay o'tdi, 8. ayning oxiri 9. ayga boshlab bu Xitoy bilan yana uchrashib qoldik bu Li bilan. Va meni ko'rib yugurib kelib rahmat senga. O sen mening ish qurishga sababchi bo'lding deydi. O ne ish olsan sen Ürümçi shaharlik elektrik idorasi ishlatyapman. Yürügüm jig'lidi, og'zimda kulgi bor, yuragimda azob bor. Yani buni rasmiy bir xizmatga o'rinlashtirgan gap. Bizni shahid qilgan odamni qahramon olarak xizmat o'rinlashtirgan gap. Qarindoshlarim, 7. ayning 5-dagi voqeani har kun televizor e'lon qildi. Har kuni. Nima uchun? Televizorni och. 7. ayning 5-dagi ashunday Xitoyning qon o'lgan. Ben ölgen Xitayni ko'rmadim o'z ko'zim bilan. Ölgen Xitayni ko'rib, to'xtamaysan, sening uyangimi, masalan, kun televizionni och. Uyg'urni Xitayni o'ldirganini ko'rsataversa, sening yuraging achchig'ini kuldi. To'xtamay shuni qo'ydi. 9-3gacha. Yani maqsad nima? g'azabini qo'zg'atish. Xitoyning g'azabini qo'zg'atish orqali Uyg'ur Xitoy dushmanligini avjiga chiqardi. Milliy o'chmanlikni avjiga chiqarmoqchi. 9-3 qanday bo'ldi degan chog'da ben bizning Dongmen tavalligidagi Dongxo'ja deb bir yaba Xitoylarning askarlari yig'ilgan ya u. Aşağıda bizning bir tizimlash jarayonida bizning bir Uyg'ur ichki qarindishimiz bordi. Xalq maydonida Guangchang deb qo'yamiz. Guangchangda bir Tunganniki bir oshxona ishlaydi bu. To'xtiqari deydi. Yana bir balani ismini unutib qoldim. Bu balani malaqi vaqt o'tirib turish ikkinchisiga men alqib bergan. Başı Dongxo'jada o'tirdi-da. Dongxo'ja bilan xalq maydoni oraliq yaqin. 75 bekat avtobus keldi. Shu joyda bu oshxonada 9. ayning shu voqea yuz bergan vaqtda oshxonadagi Tungan Loban bizning ish qarindishimizni mashinga sab uyga opirqish banasi bilan Xitoylar to'plashgan Dongxo'jani shu to'plashgan yerga olib qo'yib tashlab qo'ygan gap. Sen onu uyga olib qo'yadimsa yoki jang maydoniga olib qo'yadimsa, ikki bola urib qon arsida. Sen nima deb buni deysan? Men buni chunki bizning Dongmen TV'dagi videolarni izlayolmayman. İzlegan chog'da ikki bolaning shu qon videosini ko'rib qoldim o'z ko'zim bilan. Asbel sordum bizning mayadagi to'xtaqin harakati desam, va bular mamlakat ketdi deydi ishik boqadan. Chunki ishik boqadigan har bir Xitoyniki hamisi paysoning quloqlari ular. Bu nima demakchi? Har kuni 9 ayning 3-gacha har kuni televizorlarda Uyg'urlarni dushman, Uyg'urlarni terrorchi ko'rsataverish orqali Xitoyning g'azab nafirini oshirib, Uyg'ur Xitoy oradagi dushmanlikni cho'nqirlashtirib, Uyg'urlarni terrorchi, Xitoylarni bo'lsa vatan qo'g'dag'uvchi olarak ko'rsatish orqali Uyg'ur Xitoy orasidagi dushmanlikni eng yuqori pallada chiqardi. Shuning bilan 9-oyda Xitoylar qo'zg'aldi. 5-yil Ürümçi qatliamidan keyin sana
eng ta'sir qilgan, sen o'z ko'zing bilan ko'rgan yoki anglagan yo sen bevosita shohid bo'lgan bir yoki bir qancha voqealikni bir eslab o'tgan bo'lsak. Behçik. Qaysi birisini deyishni uqmayman. 7-nji 5-dan keyin Ürümchidagi atrofdagi turmalar to'shab ketdi. Ananchi, Michon, Fukan. Nimda bunday deysa desam, 10-3'ü bizi kelgan buyruq bilan Sandavani aqi bo'sh bir odam bor edi, yarba. Aşağı yig'ildi soat 7:28 atrofida. Bu bo'sh yerda Sandavani aqida bo'sh bir tog'dek bir bölge, bu bölgede 8-7-28 yig'ilib bo'ldi. Bu bölgede öylebek az. Sanaqlıqla atrofda 3 ya da 4 tane öy var. Boş bir alan bu. Bu bir meydan. Yig'ildik yerga. Bence bizniki tenisi Tangirtaq rayonluq Ulan adamları var. Onun sırtında Tenjin'den kelgan alaydı qism askerleri var. 3 tane öyünün üstüde. Dirbulluq silaq vaqıldı. Uzundan 1 kilometre uzaklık adamını etip düşüreleydiğin. Silaq var. 8'den başlayıp yig'ildik saat 10 bilan maşin. Tır maşinasidan yo'q, ya bo'lmasa Optuz deyli. Optuzda adamlarni akeldi. Kimlarni akeldi dedi? Hammasi Uyg'ur bolalar, yosh bolalar. Bular kim? Ürümchida atrofdagi Michon, Sanju, Fukandagi turmalar to'shab ketib, bularni aşağı yig'di. Saat 10'dan boshlab yig'di. Saat 12 bo'ldi. Qashqardan viloyatdan mashinasi keldi. Xotandan keldi. Uchturpandan keldi. 3 top var bizim ayarda. 3 top. Ben sağına aldım. Sen deysen sen qanday onun qatnaşdın da? Çünkü ben Uygur. Aya yığılgan adamni boş yerde oturdu. Mesela kelepçe emas, plastik narsa var, plastikne oturdu. 8'de keldim o 12 midirmay oturdu. Menin qilgan vazifam nima ekan desam, Uyg'ur bo'lg'achqa tarjimonlik kelma amaliyotda men yerda. Chunki bizning bo'sh alanga biz Ujan buni va uning sirtida Tojing bor. Uning sirtida soqchi kiramaydi yerga. Bizning bo'sh alanga. Harbiylar bor, ang sirtida. Kirdik. Saat 12'lar bo'lgan sonni oldik. Sanaymiz biz o'rtog'larni. 430 necha. 470 necha tushundik. Az 400 necha. Her günü 9'da mangıç adamını aşağı topladı. O balla oturduğum başında qarsam bir bal ko'p yiqilib qoldi. O ukam ko'p o'rnansam men Uyg'urchaga qildim de, ukam qo'psam yig'lab ketdi bola. Ko'p ukam masini tarat qapiraydi. Yilab opasam mishaldir qop-qoraliq dara, qor dara bor. Tutsam og'riydi. Nima bu? Urib, kecha kunduz urib, yari bo'lgandan keyin qallatini aytiblar akagan gap. Hammasini ashunda. Mishallarni och, meydisini sap vurgan. U bolalar nima gunoh qildi? Yana bir odam bor, xotanlik qarindishimizga o. O bal necha yoshlarda bor? Xotanlikmi? Yo'q, oldidiki. 10 necha yoshlar atrofida, 18-19 yoshlarda yosh bola. A bola shu o biriniga birishni deyolmaydi, og'zidan qo'rqib ketdi. Men opadim, akeldim. Uning yanida yana bir xotinlik qilib bakkan. O mening Uyg'urligimni ovozimni anglagandan keyin, "Ya aka, xapamay qulog'im yonchig'im tiqqan bo'lsam" dedi. Deb qulam tiqdim yonchig'im. 100 ko'yluk pullarmisiz shunday. Malchi bol ekan bu malag'i chiq. Bizdan malag'i chiqqandim, bir şeyga tutib qo'ydi. Men uylab ketsam o'xshaydi. Sen mapını kaçlar deydi.
Verin işim dedim. Allah'a bağlı dedim. Pulunu yancığını sal dedim. Saat o günü saat 8-9'da vardı. Gece. Otelin geldi maşinesi. Aldı. Çok da otelin teftişine adamı kilişiyat, Soçi'nin kilişiyat. Yani Gündübay deyimiz, türmedik saçlar kilişiyat. Şu an bir otelin düşken sakçı teptiş halini paranlaştım. Bular kandı abi ki da işte sen. Ya bular hem de amal yok. 4 yıldan aldığı gaça. Solma sakınmaydı. Tehlikesi 4 yıldan aldığı gaça. Onu qağını bilen bildiğini müşimlik dedi. O so'zlayotgan Uyg'ur saqchimi? Uyg'ursaqchi. Yani xotandan kelgan. Xotandan kelgan, viloyatinchi. Yani shu xotanliklarni akakilik Ekitib. kelganlar. Chunki Urumchining atrofi turmada to'shak ketdi emasmi? Ekitga 4 yildan oldigacha bularni %100 en azından 4 yildan oldigacha qamoq so'rmasa qilmaydi. Shundan yuragim sizledi-da. Chunki nima uchun sizledi-da? Ya ab bichora 400 nechadan 500 nechadan deb har kuni 9 nechadan hammasi gunohsiz. Hech qanday o'zining nima uchun kelganligini, nima uchun tutilganligini bilmaydi. İşini bilmaydi ular. Ularning nima gunohi borda? Uyg'ur. Uyg'ur bo'lib qolgan. Xitoy bizning dushmanimiz do'stlarim. Agar sening kimliging Uyg'ur bo'lsang, sen Xitoyni har zaman dushman qatori ko'r. Sen ko'ma, Xitoy seni dushman qatori ko'rib bo'ldi. Bu ish shu kuni yana bir ish ta'sir qildi menga. Abi ben dedim o sana Tianjin'deki tığcınları vardı. Kanda ispatın vardı. Çünkü biz uçak ısık onun caydı. Küçük yemek saat, tamak saatimiz var. Tavuz verdi de bu. Tavuzunu aldım ben. Bıçak yok bende. Sen bana Rambo'da da koymuş kinolar köy Rambo. Sen bu tığcınları niye geldin? Abi bıçağını bilersen verdi. Şey kalkan şapka vardı. Çıkırıp ettim. Koydum Xitoy man qarab hayron qoldi. Ya sen Uyg'ur ekansan ku dedi. Ben nima bo'ldi desam, ya bu Uyg'ur, bu sen Uyg'ur dedi. Shu chog'da kalam shashla qilib tumburlarim echildi. Demak nima ishkidagi Xitoylarga nim deb buyruq tushgan. Bizning Sharq Turkistonda urush. Butun Uyg'urlar terrorchi degan nomni bir kelgusi bular kelgan. Ularning nazarida, yani Sharq Turkistondagi butun Uyg'urlar terrorchi, yani düşman qatori. Ben nimde cevap verishimni bilmay qoldim. Pichig'ini oldim. O'zininki ichida o'zining harbiy formasini kelgan birining Uyg'urligini ko'rgandan keyin u hayron qoldi. Hayron qolib Hayron. Ben pichig'ini oldim, nimde cevap verishni uqolmay qoldim. Shundan bilanlar sen kunlik necha pul olsan dedim. Çünkü bu vaqtda biz kunlik komandirovka deymiz yoki ishdan chiqib puldan 300 necha pul berdi-da. Sen ish pul olsan, sen bizga aram ming qo'yib berdi. Bujna bir oldingi hisob ekasik aram ming qo'yib berdi dedi. Bak, ishkinikan tığcınlar alaydı qism. Çünkü harbiy emas ular tığcın. Ular o'zlarini oldingi hisobda deb his qildi. Shu oldingi hisobda deb his qildi bak. Pakning kunlik ming qo'yib berdi, az berdi deydi. Bu yer pul masala emas, pul orqali Xitoyniki bizni qanday ko'rganligi. Xitoy sen degandek oldingi hisob atlandı deb o'ylaydi ular o'zini. Yani bir urush maydoni. Ha. Nurg'un gaplar bor, bu yerda qaysi birisini anglashni uqmayman. Hammasi azobli gaplar, yuragimni sizlatigan, qalbimni azoblaydigan. Bir qatim chunki men davlat kadr bo'lganlik uchun bizning yig'inlarimiz bo'ldi. Universal boshqarish, xo'jalik, shaharlik, rayonlik yig'inlarga qatnashimiz. Bir qatim yig'in qatnashib mangdim, bugün soat kech qoldim yig'inga. 8:30dan başından yig'in o. Herhalde 8'den 35'te berish mumkin. Çünkü men o yig'inda bir Uyg'ur. Nima bir Uyg'ur deb bizning domen tarafda kadrlar az, Uyg'ur kadrlar az sanoqli.
Ben işikten pelen çıkıvatıma. Qarsam şimdi varan uçurun bu bacağın başını keten başını kitip de dep qarsam birisini ajaranlık Uygur vezo bir narsa degan gapni ana qoldim da. U bizniki universal boshqarish ishxonasining mudiri. Hisobda mening bevosita boshliqlarimda u. Biz uning bilan uzun yil xizmat qilgan, paranglashgan, muondashgan, hamsuhbat bo'lgan, hamdostlik bo'lganlardir. Ashasha deydida shundoq Uyg'urlar degan bu yerga keyin kelgan. Sharq Turkistonga. Ular nihoyatda shundoq terrorchi. Qozoqlar o'xshamaydi, qozoqlar madaniyatli. Bu gapdan ana qildi. Men bu yerda qozoq yoki birisini tushirish maqsad emas. Bizni mening boshlig'im, davlatning hukumat xodimi, davlat xizmat qilgan, xizmat qilish. Chunki davlat ma'mur degan davlatdagi xalq uchun xizmat qilishi kerak. Aşı bir boshliq nima deydi? O'zini tavalik Uyg'urlarni terrorist o'rgantirdi. Terrorist bilan yo'qotish to'g'ri deydi. Bayaz kümbesek bunu demem deydi. Yürügüm ağrıdı. Sen bayağı da sözledim onu. Ben ışıkның sırtıda. Hiç Sen kirmedim dedi. sen de kömüde. Ben pelenpeyde. Bularni biz bunun için toqmaqlab o'ltasak mı? Nima qilsak bo'lgan gap keldi. Acayip işte bu gapni dağıtdı. Yani qandaq buyruq tushganda shunchalik degidek. Merkezi kelgan buyruq demoqchi. Yani Uyg'urlarni xohlagan yerda o'ltirsanglar bo'ladi deb. Bu aniq buyruq. Davlatning kadrlari kelgan buyruqda Bu bu. ishki buyruq yani. İşki buyruqda bu. Yani şu buyruqni ko'rgan bir Xitoyning gapi bor. Xitoyning gapida bu. U Xitoy yanki men bilan uzun yil xizmat qilgan Xitoy. Men bilan ham suhbat bo'lgan, ham dasturxon bo'lgan deb. Ishkirdan kelgan Xitoymi yoki yerlik Urumchi tug'ilib Urumchida tug'ilgan uning otasi, dadasi deb qo'yamiz. Abdumrahim hukumat ishlaydigan. Yani Urumchi tug'ilib cho'ng bo'lgan bir Xitoyninki so'zlagan so'zi. Xo'sh. Bu gapni anglab ishdan kirmaymi deb xil-xiyol bo'ldim. Oxiri o'zim dedim. Sen meni dushman ko'rgan ekansan, men dushmanni qichish emas. Meni qachdan yo'lim yo'q, vatan bu meni dedim. Tang turishim kerak. İşte hiç kirdim. Bir ta chivin ushqini anglay olaysan. Timtas, ses yo'q. Bunda Xitoy dedik. Darhol jepmoqda. Darhol Xitoy degan bunda. Sanga ishtim anlatmaydi, o'zini odamlar kelganda hammani deyishidi. Şu saatten beri men bundan burunqi yetgani bashini burunqi har qanday Xitoy mening dushmanim ekanligini his qildim. Mayli men kichigimda uni bilan o'ynab cho'ng'ular yoki bir masa tamoq yey. Ular hammasi mening dushmanim ekan. Türkiye'ye qachon, qandoq kelding? Türkiye'ga oila bo'yicha chiqib ketish sabablaringning 5-iyul Urumchi qatliami bilan munosabati bormi? Albatta munosabati bor. Urumchidagi qatliam 7-5 boshlandi. Hozir davom etyapti. Ondan keyin ben 2010 yılı bo'lgan xizmat qilish imkonsiz meniki. Kallam Allah deb qo'yamiz Türkçe. Kallam sürekli sual belgisi bor. Nima uchun Urumchi qatliam bo'ldi? Nima uchun bizni bunday qildi? Men ishongan davlat, vatan, qini nima uchun meni Xitoy mushundoq bevosita o'ldirish buyrug'ini berdi? Bu savolga javob topolmadim. Axir dedimki men agar bir javob topolmasam men javobni boshqa yerdan izlay dedim. Oldin pasport bijirdim. Bilsa men uzun yil Urumchida ishlagan ekan. Atrofdagi soqchidaydi, harbiy askar, ham do'stlarim bor. Akbar Xitoy deb birisi bor, Shingli Lopesoni so'rganda yana vaqt hozir keyin Tangtaq rayonlik Goboning dijon bo'libdi. Goboda deganki. Ashuna yana berib pasport bijirdim. Undan keyin pasport bijirish oson bo'ldi, viza bijirish bizga tez bo'ldi. Shu 13 ming yo'q hashladim, chunki men davlat kadr bo'lganligi uchun o'qish bilan chiqish imkonsiz. Chiqolmayman. Xizmat bilan belgi chiqatmaydi. Ticaret vizasini olib chiqdim. Turkiyaga keldim. Keyin oilamni ekib oldim. Shuni bilan Turkiyada yashadik. Turkiyaga kelgandan keyin nurg'un ishlarni ko'rdim, o'qidim, ishildim. Oxiri o'tgan yili Gollandiyaga keldim. Seningcha muhojiratdagi Sharq Turkistonlik Uyg'urlar
Xitoy hokimiyatining nazarida qaysi tipdagi Uyg'urlarga kirdi? Dostlarım, mayli biz Sharq Turkiston ayrılgan tijorat bilan chet elga chiqib ketgan bo'lsin, xizmat bilan chiqib ketgan bo'lsin, o'qishdan chiqib ketgan bo'lsin, unutib qolmanglar. Men bu xizmat bevosita tutdim. 7-5 burundan keyin chet elga chiqib ketgan har bir Uyg'ur Xitoyga nisbatan yiji jankun nishon deymiz. Birinchi darajalik kuzatish nishoni. Buningki haftada bir doklati bor, oylik bir doklati bor. Saqchi, gobo, banşçu, mahalli boshqarmasi hammasi kuzatish sharti bor. Bunun buyruq, bevosita buyruq. Shuning uchun sen ba'zan aytyapman tijorat, sen tijorat bilan chiq. Ash bizning mamlakatdan ayrilgan kuni oyoq besib chiqqan kuni har kuni seni dushman qatorida ko'radi demoqchiman. Sen o'zingni voy men hech qanday ish qilib boqmadim. Sen dushman qator ko'rib bo'ldi. Ya'ni muajiratdagi har qanday bir Uyg'ur Dushman Xitoyninki birinchi darajalik kuzatish nishoni dushmani. shundaqla Dushman dushman. qator ko'rdi hisob bizni. Xo'sh. Adil o'zining degani bo'yicha sen ayni vaqtda Xitoyninki muhim organlarda xizmat qilgan, ya'ni Xitoy hokimiyatiniki muhim organlarda xizmat qilgan bir kadr, uzun yillik bir sobiq kadr bo'lish suhbating bilan senden bir savolni so'rag'im keldi. Sence Xitoylar chet elda o'zi uchun xizmat qilayotgan Uyg'ur xoinlarni o'zlarining ishonchli fuqarosi deb qaramdi? Ba'zan kulgim keldi shunga. Chunki nima deb desam, abim biz deganda biz Uyg'ur degan nomni kelgandan keyin seni Xitoy allabirun dushman qatori ko'rib bo'ldi. Sen faqat vaqtincha masalan bizning chet elda ishbirlikdan ya va yoki Xitoy uchun xizmat qilganlar bo'lsin. Vaqtincha ishning kuchiga sen faqat. Vaqtincha ishlatadi. Sening soning oxiratdan o'lim. Nima deb dersin? Bak Nurbek'in hammadan bilamiz qarindoshlarim. Qanday bo'ldi oxiri? Xitoy uchun birinchi daraja xizmat ko'rsatgan o'di. O'xshash. Shuncha chet elga chiqib ketgan bizning nurg'un ba'zan xato yo'l qilgan deyli. Qarindoshlarim, Xitoyning yuzi yo'q, Xitoyning bir ot so'zi bor. Ming odamni xato o'ltirsak birini qo'yib bermaymiz degan gap bor. Bu Xitoyning qonuniga, Xitoyning siyosatiga, Xitoyning Uyg'urlar bo'lgan qirg'inchiligidagi birinchi saf qo'ygan nima bu? Birinchisi bu. Ming odam o'ltirsak bir odam qo'yib bermaymiz deydi. Sen aş ming odamni ichida unutib qolmanglar. Bir 5 iyul Ürümçi qatliamının şahidi bo'lish suhbating bilan. Ya'ni chet elga chiqqandan keyin, to'g'risi muajiratdagi Uyg'ur jamiyatiga qo'shilgandan keyin qanday ta'sirotga ega bo'lding? Hayajonlandingmi yoki azoblandingmi? 7-5 kuni keyingi mening hayotimda nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. 2012 yili shunday eslamda bor, shu aeroplan chiqqan vaqtimda men bir qalg'ash olarak aeroplan chiqdim. Shu chaqda o'zim deganman burgut yoki shunqorliq döneman. Nima uchun? Chunki mening umidim bor. Nima umidim bor? Xitoy menga o'rgatgan ash gizit Rabia xonim to'g'risidagi bergan xabarlar meni ishq olarak, nur olarak meni yo'l boshlagan. Umid bo'lgan. Umid nuri. Lekin ma'lumot o'qimiz Turkcha. Turkiyaga kelgandan keyin bizning Uyg'ur qarindoshlarimizning mush emas, barmoq bo'lib ketganligi. Cho'ng barmoq qo'l, kichik barmoq qo'l. Har qaysi chechilang'uliq. Nurg'un tashkilotlar bor ekan. Yaxshi ko'rdim, qo'shildim, lekin bularning bir mush emas, barmoqdek chechilang'u kayfiyatlari, chechilang'u holatlari mening qalbimni azobladi. Ahırda görürmenlerimizge deyilgan yürek sözlerin bolsa şunu anlagaş programımızı ahırlaştıraylı. Bu 7-5 Ürümçi katliam bizim Uyg'urlarimizning beshik kelgan terrorist qalpog'ini kelgan kun. Terrorist qalpog'ini kelgandan beri shu an qadar bizni xalqaro qanday ko'rsatdi? Terrorist urug' ko'rsatdi. O'ltirish, qirish boshladi qarindoshlarim. Shuning uchun mening tek umidim bor, qarindoshlarim. Sizlar chet el chiqqandan keyin bizning Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizning o'lib ketgan shehidlarimizning qoni, dog'i hammalarning ustinglarda bor. Bizning Sharq Turkistondagi
Başka qarindoshlarimiz sizlardan umid kutadi. Çünkü ular qanday qila oladi? Ularning birdan bir umidi bizning chet eldagi qarindoshlarimiz bizni kunlarning bir kuni keldi. Bizning ishigimizni urdi deb aşı bir umid bilan yashaydi. Shuning uchun ben fikrimni Allohdan shuni tilayman har zaman. İnşallah kunlar keldi. Ish nima uningmi? Chunki bizning Abduxoliq Uyg'urning Uyg'on degan she'ri bizning har bir Uyg'ur biladi deb o'ylayman. Mangu taşlarga yozilgan Xitoyniki tovar durdullarga, qizlariga ishinib ketmanglar qarindoshlarim. Hozir berayotgan o maoshlarga ishinib ketmanglar. Mayli sen qaysi xizmat qil. Xitoy bizni dushman qator ko'rgan ekan, bizning tek dushmanimiz Xitoy deb yumruq bo'layli. Allohning izni bilan shu Sharq Turkistondagi hozirgi qarindoshlarimiz uchun kurash qilayli. Sizning bir musulmon qarindoshing zulm uchragan chog'da qanday qilishing kerak? Hareketing bilan qarshi turishing kerak. Hareketing bilan kuching yetmidi. Og'zing bilan qarshi turish kerak. Og'zing bilan kuching yetmidi, qalbing bilan deydi. Eng ojiz Qur'onim deydi, eng ojizi qalb bilan deydi. Bak qarindoshlarimiz, biz qalb bilan turib qolmaylik. Og'zimiz bilan harakat qilaylik. Hareketimizni harakat qilaylik. Omuzimizga yukni atlaylik. Omuzimizga yuk nima? Sharq Turkistondagi har bir Uyg'urni qutuldirish bizning yukimiz. İnşallah o gün keldi deb o'ylayman Allohning izniyle. İnşallah uyg'un ayli. Albatta uyg'unimiz. Asli uyg'oq biz. Har birimiz atrofdagilarni uyg'otishdan burun o'zimizni o'zimiz uyg'otaylik. Har kuni birimiz uyg'onayli, bir kuni qarasak, hammamiz uyg'oq, millatimiz o'zgur, davlatimiz mustaqil. Qisqa vaqt ichida ko'rish tiliki bilan har vaqt Allohga omonat bo'linglar.